Menga shunaqa tuyulyaptimi yoki rostdan fakellarni ko'paytiribordimmi? Hammaga salom do'stlar, men adim Kompot. Mani yangi videomga xush kelibsizlar. Do'stlar, mana qaranglar, men fakellarni juda ham ko'paytiribordum. Kim keldi bu yerda? Hech kim yo'q ekan, kim hech kim taqillatdi bo'lmasa. Do'stlar, nima deyaptim? Mana qaranglar, fakellarni ko'paytiribordum. Obbo, yana kim taqillatdi? Hech kim yo'q edi-ku axir. Hech kim yo'q rostdan. Kim taqillatdi bo'lmasa? Bo'ldi, ochmang yana bu ishni ezorishda mana xuflab qo'yaman bu ishni. Nima deyaptim do'stlar, bu fakellarni men nimaga oldim? Qorong'i bo'tda kim taqillatdi yana? Ey Kapot, qara tepaga, nima ko'ryapsan? Nima? Qishloqqa? Men kichkina qishloqqa esimda bormanmi? Qishloq, kichkina qishloqqa esimda borsa, albatta men seni qishlog'ingga bordim-ku. Hey Kapot, bizning qishlog'imizga keluvdingsan, eng kichkina qishlog'ingga keluvdim. Bitta yordaming kerak qoldi. Qanaqa yordam ekan? Bemalol yordam beraman senga. Xullas, admin kerak bizning qishlog'ga. Bizning qishloq barbod bo'lib ketyapti. Bizlar ketyapti bizning qishloq. Admin kerak. Admin kerak bo'lmasa adminni chaqirib. U admin faqat kattalar uchun, oddiy o'yinchilar uchun admin. Kichkina qishloqlar uchun admin yo'q. Lekin sen zo'r kelarding. Olgisi mana bizga yordam beruvding. Bugun ham zo'r bo'lardi lekin. Nima deysan? Men admin bo'lishimni xohlasanmi? Qanaqa qilib men admin bo'laman? O'zim o'yimni to'g'ri narmani qilaman-ku. Mana qaragan fakellarni ko'paytirib yuborganim. Qanaqa qilib endi sizlarning qishloqinglarda admin bo'laman? Bilmadim, juda ham zo'r bo'lardi lekin admin bo'lsa ham bu konfetdan yesa cho'tki bo'ladi. Yegin shuni. Ana kichkina bo'lib qoldim der rostdan ham. Qanaqadir katta bo'lib bosaveraman desam. Endi mana bu ham sakrabalarroq. Rostdan ham bugun ishlarni hammasini qilib bo'ldim. Mayli, men roziman seni qishlog'ida admin bo'lishga. Wow, rahmat sen Kapot bo'lmasam, ketdim bo'lmasa orqamdan qishloqqa borishimiz kerak. Juda ham uzoq yurishimiz kerak. Uzoq yurishimiz kerak. Mayli, qishloqqa qani ketdi sizlarning qishlog'ingizga bo'lmasam. Kapot, juda ham zo'r bo'ldi lekin sahab degan ketdi. Ana bo'ldi, yetib keldi eng kichkina qishloqqa. Ana do'stlar, eng kichkina qishloqqa yetib keldim. Men qishloq rostdan ham anchadan beri shu yerda yo'q edim. O'z bir marta keldim agar ko'rgan bo'lsanglar. 6 oycha oldin keldim. Kapot, mana senga qochimani beraman. Saat men ishini hammasiga berishing kerak. 3 ta vazifa bor, shuni bajarib bersang zo'r bo'lardi. Mana senga toj berdim. Do'stlar, menga toj berdi, rostdan ham juda ham zo'r. Chimadan kod bor ekan, parol nima bo'ldi endi? 1125, oddiy 1125 esdan chiqolmasin. 112 nima nechidir? Hazillashdim. 1125 bilaman-ku axir. Ana bo'ldi. Bu nima bu endi qilichlar? Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Kapot, bular hamma narsa kerak. Admin uchun kerak narsalar bo'ladi bu. Men qilich chiqaraylik, almazning kichkinaligidan mana kitob bor ekan, shu vazifalar yozilganmi? Shu ishda vazifa yozilgan bajarasa, bu narsalarni bilishing kerak. Bizdan xursand bo'ladi bu narsalardan. Bu narsalarni ham bilaman, katta o'yinchilardan bunaqa narsa bor. Bo'lmasa, qani o'quvchi qanaqa vazifalar bor ekan? Adminga vazifalar birinchi bo'lib bog'larda arbuz ekish, tarvuz ekish, bog'larda tarvuz ekishim kerak ekan. Ikkinchi vazifa bo'lmasa bizga uyga qurishim kerak ekan. Uchinchi bo'lib zombini bazasini oplashim kerak ekan. Endi zombini ko'raman. Kapucha topma ular bizlarga yotibdi, ko'payamiz nima. Endi zombini ko'payib ketgan bizlar qishloqda. Bizlarni bizlar qishloq yopga chiqaryapman. Men ham xohlamayman yo'q ketishim, shuning bugun yordam beraman. Daryoqda pistolet bor ekan. Bu zombilar yo'q qilishga bo'lsa kerak. Mayli do'stlar, men ketdim bo'lmasa vazifalar bajarishga. Ancha beri bu qishloqda bo'lmadim, negizda 6-7 oycha bo'lmadim shu qishloqda. Bizlarga qani endi mana mashim bizlarga mana mash ekan bizlarga o'rab olishibdi buni bo'lmasa mana ikkinchisi
buzilgan uyga tuzatib qo'yishim kerak. Ha, mana ba'zi zombilarni, zombilar qaranglar, ko'pliklarni, zombilarni yo'q qilishim kerak hali. Mayli, boringchi, o'zimga bloklar olishim kerak kichkina, botda tuzatib qo'yishim kerak buzilgan uylarni. Xullas, hali men keyin tarvuz ekishim kerak ekan bog'larda. Mana bo'ldi, men bloklar oldim, 4 ta stak ko'p oldim. Shuning uchun davay boshlayveramiz. Bu bo'lishini bilmagan bo'lsanglar, hozir o'zingizlar ko'rasizlar. Hop, oson do'stlar, bemalol hozir tezgina qilib tashlayman. Qishloqlar o'zi nimaga qilish olmagan? Shunaqa oson narsa, zombilar orqamdan hujum qilmasa bo'ladi, lekin zombilar orqamdan hujum qilsa yomon bo'ladi. Mana bu ishni ko'rasizlarmi? Qo'limda просто buni qilsam, teksturasi yoqib qo'yapti. Orqaga qarab turish kerak. Zombilar hujum qilsa-chi, rostdan ham zombilar qo'rqinchli. Agar katta bo'lganda bitta bozordim bo'ldi. Ne qishloq rostdan ham o'zi qurishmagan oddiy narsa. Yo'ybarni chaqirib, bir kunga admin bo'lib turdi ishni. Mayli, bir kunga bo'lsa, bir kunga dedim-da, o'shaning uchun shunaqa bir kunga admin bo'laman shu qishloqda. Shu vazifalarni bajaraman. Hozir tez hoppa bir ana bo'ldi, hammasi tayyor. Ikki mamlarni olib tashlashim kerak, o'rab olgan joylarni olib tashlaymiz. Bo'ldi. Ikkinchi vazifani bajardim men. Bizilgan uyga to'g'rilab qo'yish. Mayli do'stlar, birinchisi hali bajarganim, ikkinchisini bajarib qo'yaman-da. Birinchi vazifa bu bog'larga tarvuz ekishim kerak ekan. Qishloqqa nima qilsam endi, mana bog'larimda, mana bog'larim emas-ku. Mayli, qani qochib turchasan. Xalaq beryapsan, yana bosvormagin, bu tarvuzlarni so'rab qurolman bo'tda ekanman. Davay, keyinlari ham xarmanda yana 80 ta tarvuz bor. 80 ta tarvuz ekishim kerak bo'tda. Hammaga hozir salom deb chiqaman do'stlar, to'g'rimi? O'zimni qishloqimdan shunaqa dehqonlik qilaman-ku bo'tda. Zo'roq ekan o'zimni qishloqimdan. Lekin o'zimni qishloqimda zo'rroq. O'zimni qishloqimdan shunaqa dehqonlikman. Oddiy menga qiyin emas, qishloqlik qiyin bo'layotgan bo'lsa kerak. Shuning uchun admin kerak bo'lib qolgan ularga. Yana men 24 qolib ketdi-ku. Ana tegishim kerak. Yana bo'tda oxirigacha qo'yganim yo'q hali. Tarvuzga ko'pligini qaraylik. Nechta tarvuz bo'ldi? Mayli, Mametda botni bog'larni ham qo'yamiz. Bu yoqqa tarvuzlar bu yoqqa ko'p ketmaydi-yu, mayli, mana shunaqa qo'yib qo'yamiz. Bitta narsaga navbatga abonator qilib qo'ydim. Mayli, almazli narsa bor qilib qo'yamiz bu yoqqa. Bo'ldi. Birinchi vazifani ham bajarib bo'ldim. Birinchisini bajardim, ikkinchisini bajardim va oxirgi eng qiyin 3-vazifa qoldi. Bu zombilarni bazasini olib tashlashim kerak. Lekin zombilarni qanaqa o'ldiraman? Men shuning uchun mendek zombilar bo'tda ham kuchli bo'lsa kerak endi. Mayli, menda bitta pistolet bor, qilich bor, almazni. Hozir tezgina o'ldirib tashlaymiz deb bularni. Qani zombilar birinchi bo'lib oddiy ko'ramiz nima bo'lar ekan. Zombi bu yoqqa qani bitta urib ko'raylikchi. Hop, nimaga manga qarasa endi zombi bor yo'q. Nima qanaqa sakravotda bor, qanday qo'lyapti mana bu zombi. Qaqich qoldi, tomiga chiqib qoldimi? Bitta pistolet yo'q qo'yish kerak. Bitta pistolet yo'q ketdi do'stlar, mana buni qaranglar. Bitta o'qda yo'q ketdi bu. Juda ham zo'r bo'lmasa, bu zombilar ham bitta o'qda yo'q ketadi. Ko'p o'q kerak bo'lmaydi. O'z ko'pam o'qiyman-da. Va zombilar bitta bo'lmasa ham meni farqi yo'q. Bitta o'qda 3 ga to'ssalar barabar o'shancha olmadi. Mana spavnermi bu? Tushunmadim endi. Voy, qaraylik, jahlim chiqadi. Men bu zombilarni eshitganish qolmayapti. Bekor unaqa qildim deyman-da. Mayli, qilichni olib ko'ramiz. Davay qilichni urib ko'ramiz. Qilichda yo'q, baraqol qilichda o'xshamas ekan baribir. Shu bularni ham pistoletni yo'q tashlaymiz. Bularni qo'ydi endi baraqollar pistoletni olib tashlaymiz. Pistoletni qana bo'ldi. Hamma zombilarni o'ldirib tashladim. Bitta onasi ham qolgani yo'q. Juda ham ajoyib bo'lmasa, bo'ta zombilar qolmaganmi-ki o'zi? Yo'q, bo'ta zombilar qolmagan ekan. Bo'lmasa, qarab turamiz zombilar qolganmi yoki yo'q. Mamlarni bizda yana sichqon yeb ketgan yo'q bu rostdan ham bu ham nima deydi o'zi, bu spavnermi? Zombilarni spavnerlarni bilan olib tashladim. To'xtayli. Demayman, hamma 3 ta vazifani bajarib bo'ldimmi deyman-da. Rostdan ham hamma 3 ta vazifani bajarib bo'laman. Mana birinchi bo'lib, men tarvuz ekdim bog'larda. Mana ko'rib turganlar, qishloqqa yetishimiz hammasi bajardim. Qishloqqa men bo'ldim. Nima? Zombilarni olib tashladingmi? Juda ham zo'r bo'lmasa. Yo'q, zombilarni olib tashladim. Hamma 3 ta vazifani bajarib bo'ldim. Nima? Hamma 3 ta vazifa qanaqa qilib
qaramay 30 daqiqani bajarib tashlagini. Darrov meni bajarib tashladim. Hoy, yomon ekan, o'zini rostdan sanoq bizani juda ham zo'r bo'ldi. Raqobat sayqota kom bo'lmasa, nima deyishni bilmayapman. Qanaqa sovg'a berishni ham bermayapman. Biza bir oy bu ish qilardini. Qanaqa bir oyda men katta oddiy o'yinchi edim, onsora bo'ldi menga. Bo'pti, qishloqqa men kelsam bo'ladi bo'lmasa, Iltimos yana bir kun admin bo'lib turgan, bir kun bo'lishi kerak. O'zi pastga yotib qolgan. mayli yotib qolaman, mana mana shu yoqqa yotib qolaman do'stlar. Mana shu o'zimni ko'zingizmi kichkinasida yotib qolaman. Men o'sha olib keldim, skardan kelgan narsalar. Mana bunaqa yastok olib keldim. Oq mana shundan uxlayman. Mamnaqa ustiga yopadigan ajala. Hoppa, mana shu yotaman do'stlar. Sizlar bilan xayrlashsam bo'ladi. Xullas, bugun sizlarga yoqqan bo'lsa kerak video mamnaqa o'tirgan joyim qilib qo'yaman. Bekor bo'lsa pechkalar yo'q ekan, pechka versaklar yo'q ekan. No mayli. Bo'pti do'stlar, mamnaqa yotishimman. Sizlar bilan xayrlashishim kerak. Mamnaqa rostdan. Bugun sizlar bilan eng kichkina qishloqda admin bo'lib ko'rdik. Juda ham zo'r bo'ldi, lekin menga yoqdi eng kichkina qishloqda admin bo'lishga. Nima qilman, qanaqa yuribman? Bo'pti, sizlardan like, obuna bosinglar, keyingi videomda kuzatishga davom etinglar. Sog' bo'linglar.